Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shu makosmani o'tamiz, o'rganamiz. Bu bizga yoz kunlariga, bahor issiq kunlarida, kuz issiq kunlarigacha kiysak bo'ladi. Bemalol yuvsa, kiysa bo'ladi. Bundan bitta plyajimizda mana shu qoldi. Bundan yana bitta detskiy kichkina razmer makosina chiqadi. Biza makosimamiz uchun podoshalar, stelkalar, stelkani tagiga yana bitta qattiqroq qo'shqatlam stelka qo'yamiz. 1,5 krючок, bigiz, 350 metrli lotus, 9 mm shok 9 nomerli qora va rangiga moslab olgan ipimiz kerak bo'ladi. Ikki bo'lak ikki qavat olamiz. Bir qavatimiz yupqalik qiladi, shuning uchun ikki qavat qilib to'qiymiz. O'rta markazni topib belgilaymiz. Hammasini 0,5 dan belgilab chiqamiz. Sentrdan bitta beznaket qilib olamiz. Zanjir oldik. Endi mana qolgan ipimizni yoniga qadab, teshgan joyimizdan har biriga kirib beznaket to'qiymiz. Mana shu markazdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boshlaymiz. Ipimizni ikki qavat qilib olamiz. Bitta zanjir olamiz. Endi markazga yetmasdan ikkita qo'shib olishimiz kerak. Markazdan o'tib ham yana ikkitadan qo'shib olamiz. Keyin qo'shib ko'payadigan joyimiz oldi qatoridan sentrni topamiz. Ikkita oldin va ikkita keyin ko'payamiz. Boshqa ko'payish bo'lmaydi bunda. Joyga ikkita qildik. Bitta o'zini to'qidik. Keyingisiga yana ikkita qildik. Markazga bitta. Keyingisiga ikkita. Keyingisiga bitta. Keyingisiga ikkita. 4 marta ko'paydik. Boshqa ko'payish yo'q bu yerda. Bu yog'ini bittadan to'qib ketamiz, ko'paymaymiz. Oldin boshlash uchun topib olamiz markazini. Markazdan 1, 2, 3 ichki qismidan boshlaymiz. Shunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Endi bitta beznaket. Bitta соединительный. Endi orqaga qaytganimizda birinchisiga kirmaymiz, ikkinchisiga kiramiz. Pastga beznaketni pastga kiramiz. Так вытянуть петли bo'ladi. Bir beznaket. Yana pastga qaytamiz. 3, 7, 8-inchisi beznaket. Endi yon qismiga bitta beznaket, mana buni bekitib ketamiz. Bitta beznaket. Соединительный keyingisini. Qaytamiz. Hammasi beznaket. Yana bitta qo'shimchasiga qo'shamiz beznaket yoniga. Keyingisi соединительный. Qaytamiz. Xuddi shu hozir ketganimizdek bitta pastdan bitta beznaket qilib to'qiymiz kerakli vaqt joygacha.